Diqqat, Rossiyada sudlanganlar uchun registratsiya va patent olishda muammo bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Rossiyada sudlanganligi olib tashlanmagan yoki bekor qilinmagan chet el fuqarolariga Rossiya fuqaroligi, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi yoki yashash uchun ruxsatnoma berish taqiqlanishi mumkin. Bu haqida hukumat komissiyasi yig'ilishi materiallariga tayanib TASS xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tegishli norma Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga kiritiladi. Agar keyinchalik sudlanganlik mavjudligi aniqlansa, fuqarolik yoki yashash hujjatlarini berish haqidagi qaror bekor qilinishi mumkin. Qonun kuchga kirishidan oldin hujjat olgan shaxslarga mazkur tartib tatbiq etilmaydi. Shuningdek, yangi talabga ko'ra, chet elliklar Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganda sudlanmaganlik haqida ma'lumotnoma taqdim etishi shart bo'ladi. U ariza topshirishdan kamida 3 oy oldin rasmiylashtirilgan bo'lishi lozim. 14 yoshga to'lmaganlar ushbu talabdan ozod etiladi. Ukraina fuqarolari uchun esa 2 yillik o'tish davri belgilanmoqda, deyiladi xabarda.